Uzoq yillik zapret, buzilgan uy, bariatriya, hayot sinovlarida toblangan Ozoda Nursaidova 51 yoshda. Ozoda Nursaidova hozirda YouTube tarmog'ida eng ko'p ko'riladigan qo'shiq va kliplarni suratga olmoqda. Yoshligidan musiqaga qiziqqan, hayot yo'li bir tekisda kechmagan san'atkor bu yil 51 yoshni qarshiladi. Shu munosabat bilan uning hayoti va ijodiga nazar solamiz. Ko'nglimda bir kemtik bor. Ozoda Nursaidova 1974-yilning 9-oktyabr kuni Toshkent viloyatining Ravshon shahrida dunyoga kelgan. Xonandaning otasi Parpa Nursaidov polkovnik bo'lib, uzoq yillar ichki ishlar sohasida faoliyat yuritgan. Onasi esa avtobusda dispetcher bo'lib ishlagan. Hayot yo'llari har doim ham tekis bo'lmaydi. Kimdir onaning, yana kimdir otaning mehriga to'ymay ulg'ayar ekan. Bolaligidan inson bu haqida o'ylab, baribir ko'nglida kemtik borligini his qilib yashar ekan. Menda ham shunday kemtik bor. Bolaligimda juda ham kam gapiradigan, 10 ta savolga bitta javob beradigan qiz edim. O'zim va hayollarim bilan band bo'lib yurardim. Ichimdagilarni boshqalar bilan bo'lishim kelmasdi, deydi xonanda Ozoda Nursaidova. Qulog'imdan naushnik tushmasdi. Asl san'at nasl suradi degan gap bor. Xo'sh, Ozoda Nursaidovaning yaqinlari o'rtasida san'atkorlar bo'lganmi? Oilamizda san'atkorlar bo'lmagan. Faqatgina onam xorazmcha raqs tushishni yoqtirardi. U paytlar playerlar bo'lardi. Qulog'imdan naushnikni taqib, playerda musiqa eshitishni yaxshi ko'rardim. Qulog'imdan naushnik tushmasdi, faqatgina o'g'il bolalar bilan futbol o'ynashni yoqtirganimni hisobga olmasa. Atrofdagilarga e'tibor bermasdim. Inson eshitib ham juda ko'p narsalarni o'rganadi. Fattoxon Mamadaliyev, Rasulqori Mamadaliyev va Hind regalarini eshitishni yoqtirardim, deydi xonanda. Ovozing noyob deyishgandi. Bugungi kunda asosan estrada yo'nalishida qo'shiqlar kuylaydigan ijodkor, maqom xonandasi bo'lishni orzu qilgan. Ammo qandaydir sabablar uning maqom emas, estrada xonandasi bo'lishga turtki bo'lgan. Konservatoriyaga o'qishga kirganimda ovozing mezzo-soprano ekan. Bunday ovoz juda noyob hisoblanadi deyishgan. Ya'ni bu avjiga chiqqanda tembri buzilib ketmaydigan, kam uchraydigan ovozlardan hisoblanadi. Maqom qo'shiqlarni ijro etish kerak. Ko'p aytishardi. 4 yil davomida mumtoz qo'shiqlarni o'rganib ijro etdim. Ammo o'zim ham nimalarnidir yaratgim kelaverardi. Ya'ni menda faqat ijrochilik emas, ijodkorlikka xohish kuchliroq edi. Estrada yo'nalishida ijroni boshlaganimdan keyin ko'p ustozlarim ranjidi. Ammo men sof estrada yo'nalishida ijod qilmayman. Qo'shiqlarimda bir necha yo'nalishlar, xususan maqomning ham ayrim jihatlari bor, deydi xonanda Ozoda Nursaidova. Ketma, ning kutilmagan omadi. Ozoda Nursaidova 1999-yil O'zbekiston davlat konservatoriyasini tamomlaydi. 2000-yil yaratilgan Ketma qo'shig'i unga chinakamiga omad keltiradi. Undan keyin yaratilgan Asrasin va Endi men ketaman nomli qo'shiqlari ham xonandaning mashhurlikka erishishiga sabab bo'ladi. 2001-yil o'tkazilgan Tarona taqdimotida u yilning eng yaxshi qo'shig'i nominatsiyasida g'oliblikni qo'lga kiritgan. Urush chiqarish kimgadir kerak bo'ldi. Xonanda inson qadri loyihasi uchun bergan intervyusida tashkilotchilarning o'yin qurboni bo'lgani va uning tanlovi xonandaga og'ir kelgani haqida so'zlab berdi. Birinchi taqiqqa 2003-yil uchraganman. O'sha yillari Xalqlar do'stligi san'at saroyida 13 kunlik konsert berganman. Oradan bir oy o'tib Ozoda seni yuqoriga chaqirishyapti. Tushuntirish xati yozarkansan deyishdi, ammo sababini aytishmadi. Ayni o'sha kunlar Surxondaryo bo'ylab o'tkaziladigan konsert dasturiga yo'l olishim kerak edi. Uchrashuv qoldirilib, safarga otlandim. Ammo o'shanda juda qiziq va tushunarsiz holat bo'ldi. Tashkilotchilar o'yin qilishdi. Sho'rchi tumanidagi konsert a'lo darajada o'tdi. Biroq bizga kelishilgan pulni berishgani yo'q. Biz Toshkentga qaytamiz deganimizda, yo'q, Termizga ham boring. Konsert boshlanmasidan avval 2 ta konsertning pulini beramiz, deyishdi. Stadionda konsert tayyorgarliklari boshlangan. Odamlar to'plangan, jamoadagi yigitlar ham hozirlik ko'rishayotgandi. Stadion yonida tamaddoxona bor ekan. Men o'sha yerga kelib, tashkilotchilarni kuta boshladim. Afsuski ular kelmadi. Pul berish tugul qo'ng'iroq ham qilishmadi. Keyin stadionda katta janjal bo'ldi. Keyin bilsam aslida konsert emas, ana shu janjal kerak ekan. Amallab Toshkentga qaytib keldim. Siz sabab Surxondaryoda katta janjal chiqdi deyishdi. Emishki, men konsertga bormaganman. Va bundan xalq g'azablangan ekan. Ammo men o'sha yerda bir necha soat kutdim-ku. Tashkilotchilar kelmadi degan gapimni hech kim eshitmadi, deydi xonanda Ozoda Nursaidova.
Zapretda qolishimga intervyu sabab bo'ldi. Afsuski, xonanda ijodining eng gullagan vaqtida birdan sahnalarda ko'rinmay qoldi. Keyinchalik buning sababi ochiqlandi. Xonanda 13 yil mobaynida ijodiy taqiqlar sabab omma e'tiboridan chetda bo'lishga majbur bo'ldi. 13 yillik hayotim Zapret bilan o'tdi. San'atkor uchun Zapret degan tushuncha juda og'ir ekan. Hamkasblarimiz biz bilan so'rashmay qo'ygan kunlar bo'ldi. 2016-yilda ko'pchilik san'atkorlarning Zapreti yechildi-da, meniki qolib ketdi. Men nimaga bunaqa bo'ldi deb o'ylardim. Keyin esimga tushdi. 2013-yilda men bir intervyu bergandim. Yakkasaroy tumanida turaman. Tuman hokimligidan odam keldi. Ozoda opa, uyingizni buzishimiz kerak, deb buldozer olib keldi. Bu 2013-yildagi gaplar. Zapretda, umidsizlikda siqilib yurgan paytlarim. O'shanda emotsiyalarga berilib intervyu beraman. 2016-yilda hamma Zapretdan chiqib, men qolib ketganimga o'sha intervyu sabab bo'lsa kerak deb o'yladim, degan xonanda. Uyingizni buzamiz. Xonanda Ozoda Nursaidova uyda o'tirgan vaqtlarda mutasaddilar buldozer bilan uyni buzishga kelgani. Bu holatdan so'ng stressga tushgan. 250-300 million so'm moddiy zarar ko'rgani, vahshiylarcha uyni buzishgani haqida gapirdi. Bu mavzu hayotimdagi eng og'ir damlarni eslatadigan og'riqli mavzulardan biri hisoblanadi. 2007-yilda bir korxonaning bo'sh yerini sotib olganman. To'g'rirog'i, uyimni qurgan kompaniya egalari menga shu taklifni bergan. Bozor narxlarida pulni to'lab, shu yerni sotib oldim. 2,5 sotiq yer edi. Sotib olib, hamma narsalarni hujjatlashtirdim. Oradan 6 yil o'tib, 2013-yilda uyimda o'tirgan vaqtimda hokimiyatda ishlaydiganlar buldozer bilan keldi. Yer joyi bilan bog'liq sud bo'lgan ekan, xabarim yo'q edi. Uyimga buldozer bilan kelib, buzamiz deyishdi. Ogohlantirishmadi. Uyimizni buzishimiz kerak. Sud bo'lgan, prokuratura kadastrni bekor qilgan deyishdi. Bekor qilgani haqida xabarim yo'q edi. Birinchi ma'lumotni o'sha paytda oldim. Shunda o'sha paytda hokimning huquqshunosi menga boshqa bir familiyani aytdi va shularning buyrug'i bor dedi. Suddan yoki hokimlikdan biror bir da'vogar menga bu haqida aytmagan, deydi xonanda. Ozoda biznesi uzoqqa borgani yo'q. Zapretda bo'lish inson ruhiyatiga shu bilan birga salomatligiga ham jiddiy ta'sir etadi. U stresslar sababli katta vazn to'plagani ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgandi. Ammo 2015-yilda ko'rinmay qolgan Ozoda Nursaidova yangi ko'rinish va o'zgacha stilda ko'rinish berdi. O'shanda u endi nafaqat xonanda, balki tadbirkorlik bilan ham shug'ullanayotganini ma'lum qilgandi. O'sha yillari Ozoda nomli parfyum ishlab chiqarishni boshlagandi. Ammo attorlik biznesi uzoqqa borgani yo'q. 4 ta tilni mukammal bilaman. O'z repertuarlarini bir qancha chet tilidagi qo'shiqlar bilan ham boyitgan xonanda Ozoda Nursaidova 4 ta tilda bemalol gaplashadi. Avvallari til o'rganishga qiziqishim kuchli edi. Ishtiyoq, qunt va harakatlarim sababli rus, ingliz, turk hamda fors tillarida tarjimonsiz gaplashadigan bo'ldim. Arab tilini esa qisman bilaman. Lekin bu tilni puxta o'rganish maqsadim yo'q emas. Vaqt jihatidan muammo bo'lmaganda fransuz tilini ham o'rganardim, dedi Ozoda Nursaidova. Oshqozonimning yarmini kesishga to'g'ri kelgan. Xonanda 2015-yilning so'ngidagi muammolar sabab oshqozonimning yarmini kesishga to'g'ri kelgan. Xonanda 2015-yilda sog'lig'idagi muammolar sabab ozishga jiddiy qaror qilgan. Bu intervyulardan birida shunday degandi. Turkiyada laparotomiya operatsiyasidan o'tib qaytdim. Anchadan beri qiynalayotgan professional kasallik, murakkab qo'shiqlar kuylayotganda qoringa bosim tushishi. Bo'lgan qorin churrasini operatsiya qildirdim. Bunga oshqozonimning ham yarmini kesishga to'g'ri kelgan. Hozirda qat'iy parhez tufayli deyarli oddiy suv bilan kun o'tkazyapman. Bugungi xonanda bir necha yil oldingi Ozoda Nursaidova butunlay farq qiladi. Xonandaning tashqi ko'rinishi 8 yil ichida katta o'zgarishlarga uchragan. Ozoda Nursaidova hozirgi sog'lom ovqatlanishiga amal qiladi. Ham fitness bilan ham muntazam shug'ullanadi. So'nggi damlarda onamning yonida bo'la olmadim. Ozoda Nursaidova jurnalist Sardor Komilovga bergan intervyusida san'atdagi o'ziga nisbatan dushmanliklar, onasining o'limidan keyin anchagina haqiqatlar haqida so'zlab berdi. Onamning o'limidan keyin o'zimni yo'qotib qo'ydim. Lekin yana sahnaga chiqdim. Chunki onam bu kunlarni uzoq kutgandi. Zapretdan chiqishimga rosa harakat qildi. Shuning uchun o'zimni qo'lga olishga majburman. Hozir menga hech narsaning qizig'i qolmadi. Ishonsangiz, kechasi uxlay olmayman. Ich etimni yeb, o'zimni aybdor his qilaman. Sababi onamni men ko'p qaritdim. Mening tashvishlarim onamni kasal qildi.
Chunki qanaqa narsalarni boshdan kechirdik. Shu biznes harom narsa. Shunaqangi vijdonsiz va diyonatsiz insonlar bor. Men o'zimni aybdor his qilaman. Chunki onam ham ko'rdi shu kunlarni. Ketma-ket zapretlar, yo'q narsalarga tuhmatlar bo'ldi, deydi xonanda. So'nggi manzilga kuzata olmadim. Xonanda onasining so'nggi damlarida uning yonida bo'la olmagani, armon bo'lib qolgani, shuningdek uning o'limida o'zini aybdor his etishi haqida ham to'xtalib o'tdi. Onamda mazasi bo'lmay qolganda Andijonda to'y dedim. Ular shaharda yashay olmasdilar. To'y tepada turardilar. O'shanda onamning mazasi yo'qligi haqida xabar keldi. Singlim Nilufar bilan jiyanim Abdulloh ketdi. Men esa yo'ldan kelganim uchun bora olmadim. Chunki har kuni deyarli skoriy chaqirilardi. Mana shunaqa vaziyat bo'lsa kerak deb o'yladim. Onamni olib ketishganda infarkt olgandilar. Shifokor kislorod ulayman deganda kislorod yo'qligi ham ma'lum bo'lgan. Butun Nurafshon shahrida kislorod baloni topilmagan, Bektemirdan topib olib kelishga da esa onam vafot etib bo'lgan. Ular asabiylashish ortidan qandli diabet orttirib olgandilar. Qon bosimlari ham oshib turardi. O'sha kuni qonlaridagi qand miqdori ham 21 ga chiqib ketgan ekan. Menga xabar keldi. Keyin bordim. Armonim bor. Ularni so'nggi damlarda yo'llarida bo'la olmadim. Meni deb kasal bo'ldilar. Klip syomkasidagi baxtsiz hodisa. Ijtimoiy tarmoqlarda 2025-yil mart oyida 22 yoshli aktrisa Sabrina Jabbarova Ozoda Nursaidovaning Dilbarim klipi suratga olish jarayonida avtomobil urib ketishi oqibatida nogironga aylangani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu holatda internet foydalanuvchilarining keng muhokamalariga sabab bo'ldi. Ozoda Nursaidova ushbu hodisaga quyidagicha munosabat bildirgan. Bu hodisa haqiqatan klipim syomkasida bo'lgan. Avvalo klip syomkasi jarayoni qanday o'tkazilishi haqida aytib o'tmoqchiman. San'atkor, ya'ni buyurtmachi, suratga olish guruhini ishini tugatib san'atkorga topshiradi. Ijodiy guruhda aktyor, aktrisa, texnik xodimlar, ularning xavfsizligi uchun men javob bermayman. O'sha kuni syomkada men bo'lmaganman. Voqea haqida telefonda eshitdim. Aktrisa o'sha yerda ommaviy sahna aktrisasini mashina urib ketdi, deyishdi. Men hayron bo'ldim, chunki ssenariy bo'yicha hech kim mashina haydashi kerak emasdi. Ommaviy axborot vositalarida yordam qilmagan, qon yo'qotgan, 02 qilinmagan degan gaplar kelyapti. Lekin hech kim qarab turgani yo'q. 02 va 03 ga qo'ng'iroq qilingan. Vaqtlari ham turibdi. Mayli, minnat bo'lmasin. Mening administratorim bir oy Sabrinaning uyida yashadi. Kasalxonada nafaqat men, balki suratga olish guruhi ham qo'ldan kelgan yordamni qildi. Operatsiya noto'g'ri qilinib, bir oyog'i kalta bo'lib qolgan degan ma'lumotlarni ham men ommaviy axborot vositalaridan bildim. Yanvar oyida ham Sabrina o'rnidan turib syomkalarga borib yurganini eshitib biz xursand bo'ldik. Uning yangi yilda ham borib tabriklab kelishdi. Biz Sabrina oyoqqa turibdi deb xursand bo'ldik. Mart oyida ham har oy beriladigan moddiy yordamini berib kelishdi. Unaqa gap yo'q edi. Menga unaqa qo'limdan kelgancha yordam qilganman. Bundan keyin ham yordam beraman. Hech kim chapak chalib o'tirgani yo'q. Sabrina oyoqqa turish uchun yashash sharoitini yaxshilab, qo'ldan kelgancha yordam berdik. Shifokorlar 3 oydan 5 oygacha yordam reabilitatsiya bo'lishi mumkin degani uchun Sabrina uyda boquvchi bo'lgani hisobga olib, 5 oy davomida yashash xarajatlarini ko'tarishga qaror qildik. Sabrinaning ota-onasiga hamdardlik bildiraman. Yaxshi ish bo'lmadi, afsusdaman, deydi xonanda. Bundan so'ng Ozoda Nursaidova Sabrinaning operatsiyasi uchun yetarli mablag' berib, uni Turkiyaga operatsiyaga jo'natdi. Sabrina 5 oy davomida davolanishdan so'ng to'liq sog'ayib yura boshladi.